Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun 2026-yil 3-fevral. Navbatdagi traktorimiz sotilyapti Qilichvoy mahallaga. Xo'p, traktorimiz 4x4. Mana 4x4 rullari gidrolika bo'ladi. Nasozlari alohida nasoz qo'yilgan rul uchun bu. Agar muftuni bosgan vaqtida rul ishlamay qolmaydi, unda muammo bo'ladi. Dinamlar alohida, radiator. Alohida radiator. Qissa o'zi elektronni qo'shib suvutib yana o'chib turadigan variantda. Bu yoqda ko'rsatsak 3 lichakli, mana 3 lichakli. Oldina jatkaga yo boshqa narsa nima qo'yaman desa o'rnatsa bo'ladi. Agar katta pritsep o'rnatiraman desa, unda отдельно lichaklari bor. Silinderlari 2 silinderli. Xalagan narsangizni ko'taradi. Eng full versiyada kelgan traktorimiz bu. Balonlarida mana toshlar ham bor. Balonning razmeri 9,5 ga 24. Oldi baloni. Netinchi ekan? Bu yoqdan yo'q. 650 ga 16 ekan baloni. Oldi baloni razmeri. Kimga shunday traktorlar kerak bo'lsa, siz aloqa chiqaverasizlar. Hozircha bu traktorimizning oxiri, yangi partiyalarimiz endi keladi. Qilichvoy mahallaga Bunyodbekka berdik. Bunyodbek to'ldirmoq nasib etsin. Yoqdimi traktor? To'g'ri. Bo'ladi unda. Kundan million pul to'g'irgaysan. Rahmat. Siz aloqa chiqaverasizlar. Dostavka qilib beramiz.